Ağaların avazı kevatı bu kadar. Assalamu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo qurultiyi tarafidan tasdiqlangan Tor televiziyasining bugungi naqmaydan suhbat programmasiga xush keldingizlar. Men Farhad Yurunqashliman. Oldindan hammangizlarni yurakdan salomlayman. Mushu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Aziz qarindoshlar, Dunyo qurultiyi tarafidan boshqarilayotgan Tor televiziyasi va butun axborot vositalari xalqimizningki vatan ichi va sirtidagi butun xalqimizningki o'rtaq yurak sadosi, qalb sirdishi va shundaqla o'rtaq mulki. Dunyo qurultiyi tarafidan boshqarilayotgan butun axborot vositalari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari umumiy bayonnomasining ro'yiga, xalqaro qonun prinsiplariga va o'zir turayotgan davlatlarning qonunlariga qattiq amal qilgan asosda tashviqot etib markaziy tashviqot organlari Dunyo qurultiyi tarafidan tasdiqlangan Tor televiziyasininki butun programmalarini sizlar hozir ko'rayotgan mushu Facebook Dunyo qurultiyining Facebook adresidan boshqa yana YouTube da ko'ra olasizlar va maxsus Tor televiziyamiz uchun ta'sis qilingan Tor ko'znigida ko'ra olasizlar. Programmaning oxirida bizningki YouTube adresimiz va Tor adresimiz ekran qilinadi va shu ekrandagi adreslar bo'yicha YouTube'dan ham Tor adresidan butun programmalarni hozirgacha taqdirlagan butun programmalarni to'liq ko'ra olasizlar aziz qarindoshlar. Mana bir qancha kundan buyon hammamizni biroz hayajon soladigan, mamnun qiladigan, suyundiradigan ba'zi hodisalar bo'layotdi. Bo'libmi bizningki 5 yilning yoki mustabid kommunistik hokimiyatiningki qorong'u zindonlarda azob uqubat chekayotgan, ya'ni o'z xalqining erkinligi, hurligi, haq huquqlarini qo'g'dash yo'lida o'zini fido qilgan bizningki qahramon o'g'lonimiz, fidokor jangchimiz, qaysar jangchimiz Ilhom To'xtaga munosabatli hozir masalan ba'zilarning xabari bo'lishi mumkin 28 yanvar kuni bu yerda Xalqaro vakolatsiz millatlar tashkiloti shundoq Dunyo qurultiyi va Norvegiya Uyg'ur komiteti birlashib turib Ilhom To'xta efendimni rasmiy rafto yani dünyadaki meşhur kişilik hukuk mükafatlarından biri hesaplangan Rafto kişilik hukuk mükafatıga namzat qilib ko'rsatgan edi. Uningdan bir kun keyinla yani Amerikadan bizni suyundirgan yana bir xabar keldi. Nihoyat muhim. Yani 29 yanvar kuni Amerikaningki 13 nafar Amerika Avam ve Kengash Palata a'zosi birlikda imzo bilan Nobel tinchlik mukofoti komitetiga imzolik maktub yo'llab Ilhom To'xta ne rasmiy Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatdi aziz qarindoshlar. Ya'ni 13 nafar Amerika Avam palatasi va Kengash palatasi a'zosi tarafidan ya'ni bu hammamizni suyundiradigan, faxrlantiradigan, iftixorlantiradigan bir xabar. Shundaqla Ilhom To'xtaning Rafto kishilik huquq mukofoti ham Nobel tinchlik mukofotiga erishishi amaliyotda bu mukofot ya'ni butun Sharq Turkiston xalqi uchun belirlediğin bir mukafat ve şansırap hesaplandı. Bu münasebetlerden sizlerine etraflı malumat kılış için İlhom To'xtani qo'llash grupasininki İlhom To'xta inisiyativ grupasininki qurg'uvchisi ve hozirgi raisi bizninki peshqadam siyosiy faoliyatchilarimizdan, iqtidorli siyosiy faoliyatchilarimizdan Anvarjon efendimni biz taklif qildik, bağlandık. Hozir ekranda bizningki ustozlarimizdan Anvarjon efendim ataytın vaqtingizni chiqarib bugungi programma qatnashib berganingiz uchun alayda sizga rahmat aytaman. Xush keldingiz. Xush buldum. Ko'p rahmat Farhad efendim. Xo'sh, Anvarjonga men bu yuqorida deb o'tdim, endi bu keyin-keyinden de 28 yanvar, 29 yanvar kunlari bu Ilhom To'xta ne keyin-keyinden bu ikki xalqaro mukofotga nomzod qilib ko'rsatilganligi haqida xabar keldi. Siz Ilhom To'xtani qo'llash gruppasi, siz bütün bu hodisalarning hammasini yaqinda kuzatib kelayotgan va bu jihat nurg'un ko'p sizlarningki Ilhom To'xtani qo'llash gruppasi ko'p hozir tirishchilarliklarni, fidokorliklarni ko'rsatib kelyapsizlar. Siz bu ikki hodisaga qanday qaraysiz? Bu ikki mukofotga erishib qilish ehtimoli bormi? Bu mukofotga qo'lga keltirish uchun qanday faoliyatlarni olib borishimiz kerak, tirishchilik ko'rsatishimiz kerak ekan? Rahmet Farhad efendim. Aytganınızdek bu ötken hafta bizning vatan sirtida qilayotgan milliy hareketimiz ve halkımızın beşideki ağır zulümni
dünya jamoatchiligiga anglatish va ularning hissdoshligini qo'lga keltirish to'g'riliq faoliyatlarimizda tarixiy bir hafta bo'ldi desak bo'ladi. Chunki hafta beshida siz deb o'tgandek Dünya Uyg'ur Qurultoyi boshliq 3 tashkilot İlham Efendimni Rafto mukofotiga nomzod ko'rsatdi. Shundaqla biz İlham To'xti guruhi bo'lish sifatimiz bilan biz nomzod ko'rsatdik va yana boshqa xalqaro tashkilotlarga kishilik huquqlarini qo'g'dagan va kishilik huquqini qo'g'dab faoliyat ilib berayotgan barcha dunyo ko'lamidagi insonlarga, kishilarga murojaat qilib, ularning nomzod ko'rsatishini iltimos qildik. Chunki bir kishini qanchalik ko'p kishilar, olimlar, faoliyatchilar va tashkilotlar nomzod ko'rsatsa, u albatta shunchalik foydali bo'ladi. Albatta. Uning uchun ayrim nomzod ko'rsatdik va mana ata Rafto mukofotiga 2019 yili uchun nomzod ko'rsatish kuni ata oxirlashadi. Bu yerda deb qo'yishim mumkin yana yurtdoshlarimizga har bir yurtdoshimiz İlham Efendimni nihoyat osonlik bilan Rafto mukofotiga nomzod ko'rsatishi mumkin. E'lon qilingan, ko'rsatilgan ulanmaga kirib, shu yerdagi 8 savolga javob bersa, ancha-muncha ma'lumotlarni berarsa, ingliz tilini bilgan bo'lsa, u kishimi, u yurtdoshimizmi yoki kim bo'lishidan qat'iy nazar bu nomzodlikni ko'rsatish va İlham Efendimni bu mukofotga nomzod ko'rsatish fursatiga ega bo'ladi va ertagacha bu fursat qo'limizda bor. Endi kecha Amerikadagi Amerika Kongresining 13 a'zosi bundan 3 oy avval, agar esingizda bo'lsa kerak, İlham Efendimni Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatilganligini oktyabrda e'lon qilgandi. Shunday. Endi 29 yanvar kuni bular rasmiy maktubni yozib 13 senator va vakil qo'l qo'yib buni Oslo'dagi Nobel tinchlik mukofotiga rasmiy yo'lladi. Bu nihoyat ahamiyatli. Haqiqatan bu bizning vatan safida ilib berayotgan harakatimizda nihoyat bir muhim bosqich va tarixiy ahamiyatga ega desak bo'ladi. Chunki qisqacha aytganda Xitoy hokimiyati İlham Efendimni bu bölgünçi, bu cinayetçi de ömürlük qamoqqa hukm qildi. İlham Efendim xalqi, Uyg'ur xalqini bular bölgünçi, bular mutaassib, bular millatchi, bular dindor deb umum xalqqa qarshi bir yo'qotish markazini, siyosatini bir yildan ortiq muddatdan beri yo'l qo'yayotibdi. Hozir mana 1 milyondan ko'p yurtdoshimiz bular endi 25-30 yoshlar bilan 50-60 yoshlik insonlar jazo lagerlarida bu nüfusning endi rasmiy hisobga ko'ra 11 degan gap. Shunday. 11 degan gap qayerlarni, bolalarni chiqarayotgan vaqtida 4-1 ga tushdi. Shunday. Sharqiy Turkistonda, vatanimizda qo'li qalam tutilgan yoki ishlash, o'qish yoki oila beqish fursatiga ega bo'lgan yoshdagi har kim bugun jazo lagerida degan gap. Demak, xalqimizni to'p yakun yo'q qilish markazi ilib berayotgan mushta bir paytda tinchlikparvar, insonparvar, demokratiyaning chempioni bo'lgan dunyoda, dunyoni boshqarayotgan bir davlatning 13 parlament a'zosi İlham Efendimni, ya'ni ashundaq tinchlikparvar bo'lgan, millatparvar bo'lgan Xitoyni sen o'zingning qonunlarini ijro qilgin degan bir insonni ömürlük qamoqqa qaramasdan shuningga qarshi buni dunyodagi eng mashhur, eng donliq mukofot bo'lgan Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatishi bu
biz Uyghur halkının takdiri için, geleceği için, İlham Efendim için ve onun kılgan küreşi için ve nemi için özünü fida kılgını için nait muhim tarihi ahmiyetki ega. De kısaca bu şekilde tarifleyeyim. Buna doğru dediniz Enver Cevap Efendim. Hoş. Şimdi bir yekegende bu Amerikalık vekille nemi evetken 2 betlik mektubu şunu yazıyordu. Onda kısaca da ötey. Hoş. İlham Efendim deydi, tinçlikperver insandı. İlham Efendim, men acırılıp çıkımen demedi. Xitayni fakat öz kanunlarını amelge aşırığın dedi. Az konstitusiyadaki avtonomiya kanunlarını amelge aşırığın dedi. Milletler dostluğunu targıp kıldı. Xitay hakimiyeti bunun faydalanıp onun deganlar asası da tinchlik o'rnatish, xalqning turmush barobarligiga xizmat qilish o'rniga uni ömürlük qamidi. Mana u qamalgandan beri o'tgan 5 yildan buyonga hozirgi ahvolni nazarga olganimizda demak İlham Efendimning qanchalik haqli bo'lganligi va Xitoy hokimiyatining uning taklif fikrlariga asosan harakat qilib tinchlik uchun qadam tashlashining qancha zarurligini o'tirib qo'ydi. Mana hozir demak Xitoy hokimiyati İlham Efendimning tavsiyalariga quloq solgan bo'lsa, demakki hozirgidek yomon sharoit bo'lmadi. Demak, İlham Efendim bundan 5 yil avval uning fikr takliflari qanchalik ahamiyat ega bo'lsa, hozir uning fikr takliflari texnik ko'p ahamiyatga ega. Xitoy davlatining xalqning tinchlik o'rnatishning, muqimlikni saqlashning shu İlham Efendimning fikrlari asosida bo'lishi hozir bunga qaraganda texnik ko'p taqozo etadi. Va shuning uchun biz buni tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatyapmiz deydi birinchisi. Ikkinchisi Xitoy hokimiyati mana Nobel mukofotining laureati bo'lgan Nobel mukofotini qozongan Liu Xiaoboning turmada o'lib ketishini tayyorladi. Uni davolamadi, chiqib ketishi yo'l qo'ymadi. Oxirida rak kasalligidan bu yerda turmada o'lib ketdi. Demak, dunyo jamoati tinchlik uchun kurashgan, haq huquq uchun kurashgan. Bundaq insonlarningki Xitoy turmusida nobud bo'lishiga yo'l qo'ymaydiganligini va buningga chidab turmaydiganligini, qarab turmaydiganligini bu orqali yana bir qatim namoyon qildi. Ya'ni bu nuqtai nazardan qaraganimizda bugun mana İlham Efendimning dunyodagi 2 eng cho'ng mukofot, Rafto mukofoti 2. darajalik dunyo ko'lamida. Shunday. Ve tinchlik mukofoti 1. darajalik. 1. darajalik. Aynı şekilde bana 2 mukofotga aynı vaqt bunun nomzod ko'rsatilishi demak bizning haqliq davomizda qanchalik haqli bo'lganligimizni, İlham Efendimning takliflarida qanchalik haqli bo'lganligini isbotlaganidek Xitoyningki dunyoga men hokim bo'laman, dunyodagi cho'ng bir davlat bo'laman deb iddio qilayotgan bir davlatningki qanchalik xato siyosat ishlatayotganligining bir isboti. Bu nuqtai nazardan qaraganimizda demak qilayotgan harakatlarimizning qanchalik foydali bo'layotganligi va İlham Efendimning o'z vaqtida ilmiy tekshirish bilan va haqiqatan xalqini so'ygani uchun, millatini so'ygani uchun, tinchlikparvar bo'lganligi uchun buni shu fikr takliflarni o'tirib chiqishda qanchalik haqli bo'lganligi va shuni bilganligi uchun, haqli bo'lganligini, to'g'ri bo'lib bilganligi uchun butun xatarga qaramasdan hamma narsani pido qilganligi, jinini, melini, oilasi hamma narsani. Buni endi mana bu dunyoda bilinib o'tibdi hozir. Aniq bilinib o'tibdi. Biz Uyg'urlarning albattaki bundaq rahbarlarimizga ega bo'lishimiz, texim yaxshiroq ega bo'lishimiz, texim ko'proq uning nimalarini tadqiq qilib tushunishimiz
Bayda ötkünümüzde bizler ne kılışımız gerek degen savalınız kelime endi. Elbette ki bizler Uygurlarmı özümüzün qanchalik medeni millet bo'lganligimizni, tinchlikparvar bo'lganligimizni, demokratiyaga bog'liq bo'lganligimizni va huquqlarimizni, erkinligimizni, ozodligimizni demokratik usullar bilan, tinch usullar bilan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nizamını qayd etilgan asosda elib berish uchun tirishliganligimizni bütün dünyadaki yurttaşlarımızın oturup koyuşumuz ve özümüz yaşayotgan devletlerde sizler ötkendek kanunlar asasında bu hareketlerimizi texmi güçlendirip ip verişimiz gerek ve bunun neticelerini bana asla çıkarvatmamız. Shundaq Anvar akam sizning degan nuqtangiz nihoyatda muhim. Chunki biz haqliq bir da'voni olib beryapmiz. Bizningki yushirdigan bir narsamizmi yo'q. Bütün faoliyatlarimiz oshkora biz bir haqliq bir da'voninki egisi. Bundaq bo'lgankan bizningki biz butunlay cho'qim bu lidin chiqmi xondan qo'rqma deydigan bir maqol tamsilim bor Uyg'urlarda. Shunga biz o'zimiz turayotgan davlatlarning qonunlari, xalqaro qonun prinsiplariga qattiq amal qilgan asosda tinchlik şekilde biz özümüzden haqliq davasını berişimiz gerek ve bu nihoyatda muhim ve biz nuqlalı subyektiv hissiyat tayinib ketmasligimiz gerek ve aql bilan, mantiq bilan harakat etishimiz gerek. Bu sizning ta'kidlagan nuqtangiz nihoyatda muhim. Anvar hozir qaraydigan bo'lsangiz, masalan, Amerika Avam palatasi, Kengash palatasi a'zolari tomonidan sunilgan ikki keyin sunilgan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi bor. Bu hozir keyin bu kongressda qayta tunuştırılıvatıdı bunun mazmunu qayta tunuştırılıvatıdı ve bu köprek kongress a'zolarining parlament a'zolarining imzosini qo'lga keltirish uchun bu taklif loyihasini sungan Avam palatasi, Kengash palatasi a'zolari nihoyat jiddiy harakat qilyapti. Mushundaq bir vaziyatda buningga parallel holda 13 nafar Amerika Avam palatasi va Kengash palatasi a'zosiningki Ilam To'xti efendimning Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatganligimi bumi bu yerda Amerika başçılığı G'arb dünyasınınki yani növbətdə müstəbid komissiyya Xitoy hökumətininki Uyğur sərxillərinə, Uyğurlarning cəvhərlərinə, ularninki bilim egallərinə, alimlərinə, yazğıçılarına, şairlərinə, başlamçılarına yo'qotish, ular qarta sistemli qaldı bir yo'qotish siyosati yani bunu yurgizayotgan siyosatiga jiddiy ko'ngil bo'layotganligini ve Uyghur sərxillərə ega chiqish pozitsiyasini ifoda qilyapti demdi bu yerda. Çünki hozir xalqaro kishilik huquq tashkilotining rasmiy dokladlarida hozir shu Xitoy hukumat tarafidan qo'lga ilingan, sabab tutqun qilingan Uyghur sərxillərimi deyli, hozir shu shaklda shu atalg'i chiqdi hozir. Olimlar deymiz, yozuvchilar deymiz, diniy ulamolar deymiz, san'atkorlar deymiz. Tunilgan odamning hammasi ichida hozir, teshida qolmadi. Ya lagerda ya türmede hem yani şehit olup ülke çıkmadı en dağınlık bizim dini alimimiz Muhammed Salih Damullah. Hem de bir ma'lum mende ettiği vaxtida İlam To'xti efendim ki karşı yapılan hareketi İlam To'xti vakası yani ma'lum bir mende ettiği vaxtida Mustabid Komissiyya Xitoy hakimiyetining navbatda Uyg'ur sərxilləri qarta yapırıyotgan bu xil yo'qotish, singdirish hareketining başını etdi şu. İlam To'xti efendimden başlagan şu bunu noqul halda faqat İlam To'xti meselesi deb qaramasak kerak. Bu yerda bu mukofot yana bütün Sharq Turkiston xalqiga yani cümleden ana aşında İlam To'xti efendimga o'xshash nohaqsizlik uchirgan, adolatsizlik uchirgan Uyg'ur sərxillariga berilgan o'rtaq bir mukofot deb qarasak bo'ladi. Xo'sh, Anvarnika endi bu Nobel tinchlik mukofoti her yılın oxiri taqdirladi shu nima demdi? Shundaq. Her yılın oxiri taqdirlandi. Buningdagi qandaq bosqichlar masalan hozir bu Nobel tinchlik mukofoti komitetininki qandaq buningda bir nimalar bor? Masalan, hozir nihoyat kuchlik 13 nafar Avam palatasi, Kengash palatasi a'zosi nomzod qilib ko'rsatdi Ilam To'xtini. Boshqa albatta nurg'un nomzodlar chiqdi buningda. Qandaq bir bosqichlarni o'tkazish kerak shu nimada eng oxirgi nomzod qilib qilish uchun hamda. Elbette o doğruluk bir narsa değişti mümkün ama bayı sizden ötken İlham To'xti mesela Uyghur sərxillərini yo'qotish merkezinin başlangıçtı deb öttünüz. Nayt doğru bir tespit yani, nayt doğru bir nokta. Çünkü İlham Efendim meseleni ilmi türde tekşirip
tadqiq qilib, bu masalani faqat shu Xitoyning qonunlari asosida hal qilish mumkin ekan degan qanoatga berib va bu şekilde faaliyet ilk bağlandığı için Xitayning ishidimi bir qism Xitoy ziyolilarının qo'llashiga erishgan va Xitoy chegarasidan halqib dunyoda ilim adamlarının ve başka demokratik devletlerinin qo'llashiga erishgan ve bunu Xitoy shu vaqtida ko'rib, demek bu adamni yo'q qilmasak, bu adamni jimiqtirmasak bo'lmaydi ekan degan qanoat bilan bunu 3 günlük darrov 3 günlük sotqa tortiblar yağan töhmetlerini çaplab ömürlük kesiletdi ve bunu jimiqtirmasının bilan dedi. Ama bu nayet çok bir hatalıktı. Eğer emimiz dikkat kılsak, İlham Efendim qamaq kesilgenden beri onun avazı dünyada texim köp yangrashqa başladı. Onun nemi talab qilgani, onun nemi istigini ve tinchlik uchun qanday xizmat qilmoqni istigini dünyada demokratik dünyada texim köp bilindi ve Amerika hükümeti, G'arbiy davlatlar hükümetleri, Avrupa İttifakı deganga o'xshash dünyadaki G'arbiy demokratik devletlerinin rahbarlik organları onun azat koyup verilişini talep kılıp ve onun nahaq qamoqqa jazoga hukm qilinganligini aytib ve her qitim Xitoy rahbarlari bilan so'zlashlarida Uyg'urlarning kishilik huquq masalaları bilan bir qatorda İlham To'xta Efendimni qo'yib berish Xitoy hukumatini chaqirib keldi. Endi hozirgi bosqichga kelgan vaqtda demek ki bunun bayda o'tganimdek bundaq muhim zor bir davlatning 13 nafar parlament a'zosi tarafidan bu mukofotga nomzod ko'rsatilishi demek biraz belki tekrar bo'lib qoladi. Biz davomizda qanchalik haqliq bo'lganligimizni isbotlaydi ve dünya cemaatçiliğininki zulümga, nahaqlıqqa ve bir bütün milletni yo'q qilish siyosatiga Xitoyninki qarab turmaydiganligini ko'rsatadi. Siz deb o'tgandek bu mesele fakat bir İlham Efendimni yoki bir 100-150 ziyolini qo'lga ilish emas. Buningdagi maqsad Uyg'ur xalqining beshini yo'q qilish. Uyg'ur xalqininki o'ylaydigan, xalqni boshlaydigan, kelajak avlodga ta'lim tarbiya beradigan beshini, kallasini, ya'ni aqlini yo'qotish. Endi bundaq des ajoyib turadi. Ilqi bundaq qo'yni boshlab mangadigan qo'shqa bor. Masalan, unda aytgan vaqtda o bir qo'shqa yo'q bo'lsa, yana birisi bor. Xitoy hukumati bularning hammasini yo'q qilsam, demek bu Uyghur halkını fakat etizi işleydiğen, malı qilib yuradigan, ticaret qiladigan, nemiga aylandırıp koysam, asla bunu yok qilma degan maqsad bilan bunu 5 yil ilgari İlham Efendimni qo'lga ilish bilan boshlab, ana oxirida deganingizdek, hozir hatta san'atchilarni, naqsh etayotgan san'atchilarni qo'lga ilib, hozir mushtarqada degandek, necha yuz sarxillarimiz, sarxil degan gap ajoyib yaxshi gap. Şunun içine dini saha, siyasi saha, ilmi saha, edebi, cemaat erbabı degandek şu her sahada xalqni başlap mağalaydigan, xalqqa to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan insonlar degan gap. Shuni tushunaman. Shularning hammasini yo'q qilmoqchi endi Xitoy. Shundoq. Hozir masalan İlham To'xta vaqasidami hamda Xitoy o'zininki butun dunyo jamoatchiligi oldida o'zining abdibashirsini bir oshkorlagan bo'ldi. Masalan, undan burun qo'lga olganlarni masalan bizni Uyg'ur milliy harakatini xalqaro siyosatlarda, Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarni ayblaydi. Voy, bular bizning davlatimizni bo'lishga, parchalashga urinayotgan milliy bo'lginchilar, sizlar milliy bo'lginchilikni qo'g'dayapsizlar, ularga yordam beryapsizlar. Birleşken Devletler Teşkilatı nizamnamasının maddeleri boyunca bunun a'zo davlatlar bir-birisining egalik huquqiga hurmat qilish
majburiyati bor. Sizlar bo'lginchilik qo'g'dayapsizlar deydi, Sharq Turkistonchilar deb ayblaydi bizni bu ish qilib ishladi. Endi bu yerda İlham To'xtidek bir odamninki o'tirib qo'ygan takbiri Xitoy markaziy hukumatiga ochiq oshkora, ya'ni o'g'irlikcha emas, uyushurun emas, ochiq oshkora o'tirib qo'ygan narsalari bu yerda butunlay Xitoy Xalq Cumhuriyeti Asos Qonuniniki milliy masalalarga, milliy rayonlarga munosabatli moddalari va Xitoy hukumati tomonidan 1982 yil e'lon qilingan milliy territoriyalik avtonomiya qonunining moddalari. Buni naql keltirib, sen ma moddaga amal qilmading, o'zing chiqargan qonun, sen bu o'zingning qonuniga hurmat qilishing kerak, o'zing chiqargan qonunga hurmat qilgan asosda buni ijro qilishing kerak. Sen hech birini ijro qilganing yo'q. Dedi yig'ijaqlab kelsak, ma'rif, qo'shnilik, ma'rif jihatdan bo'lsin va boshqa jihatlardan bo'lsin, o'tirib qo'ygan narsa, ya'ni sen o'zingning qonunni ijro qilgan, e'lon qilgan qonuningni ijro qilib berdi. O qog'ozdagi ustal ustidagi qog'ozga aylanib qolmasa degani uchun bundaq bir taklifni bergan insonga tutgan bu muomalasi, ya'ni muddatsiz qamoq jazosi hukm qilishi bu dunyoni hayron qoldirdi. Bu ma'lum aytgan vaqtida mustabid kommunist Xitoy hukumatininki naqadar bu yerda qora niyat, ya'ni Uyg'urlar masalasiga kelgan vaqtida o'zininki bu yerda qonunsiz bu yerda muttaham bir Abdi Bashirning bu yerda butun dunyoga oshkorlab bergan bo'ldi. Ma'lum aytgan vaqtida, ammo endi hozir siz dedingiz, Xitoy hukumati hozir bu Uyg'ur sarxillari, bu endi butun millatning aytgan andishiga silayotgan, bo'lib mujohid yashayotgan qarindoshlarimizni andishiga silayotgan bir ish, chunki millatni boshlaydiganlar shu millatning sarkillari hamdi. Liganga o'xshash. Har qaysi sohalardagi bizningki boshlamchilarimiz, ammo bunun ko'p qismi hozir hatto sanavar tursin deb Odil Mijitdek artistlarimiz mi turibdi-da, endi bu ajoyib. Bu endi masalan hozir ba'zi so'zlar taqilib, ba'zi uchurlar, ishki uchurlar, ammo bu taqa dalillangani yo'q. Xi Jinpingninki Chungchanggo'ga bergan bir buyruqi 60 necha betlik deydi. Bu taqa isbotlandi rasmiy. Buning bergan buyruqidimi? Ya'ni Uyg'urlarni hech qanday qarshilik ko'rsatilmaydigan bir holga, butun irodasini yo'qotish va Uyg'urlarni chorvachilik bilan dehqonchilikdan boshqa ish bilan shug'ullanmaydigan bir tuvan darajaga tushirish, ularning sarxillarini butunlay qirib yo'qotish, singdirib yo'qotish, Uyg'urlarni eng tuvan darajada tutib turish, ya'ni chorvachilik va dehqonchilik bilan shug'ullanadigan bir holat tutib turish degan buyruqni bergan deydigan ishga uchurlar bor, ammo isbotlanmadi. Ammo hozir Chungchanggo'ninki bu hozir Sharq Turkistonda ijro qilayotgan biz siyosatlarimiz shu taqalgan xabarlarga, uchurlarga biroz parallel mos keladi yapırıvatkan siyasetler. Hem de bu advarki bu Xitoy hukumati hem de hozir bu o'zini oqlash uchun qayta diplomatiya jihatdan bir qaytarma hujumga o'tdi. Ba'zi o'ziga yaqin davlatlarninki diplomatlarning muxbirlarini taklif qilib, bu yerda yasab olgan yolg'on soxta manzillarni ko'z, soxta tarbiyalash manzillarini ko'z, insonlarni qo'rqitib, yolg'ondan kulgili silib bu yerda, yolg'ondan ustoyni qilib silib, bu soxta manzillarni qilish deyapti. Xitoy hukumati masalan shu nima masalan Ilham To'xtayev Rostock mukofoti bilan Nobel tinchlik mukofotini nomzod qilib ko'rsatildi. Xitoy hukumati bunga bir to'sqinlik yoki buzg'unchilik qilish uchun, buning oldini olish uchun bir harakat qiladimi? Burun masalan hozir 4-5 mening bilishimcha xalqaro kishilik huquq mukofotiga erishdi Ilham To'xtayev. Bu jarayonlardan ba'zi to'salg'ulardan bilan Xitoyniki ba'zi buzg'unchiliklar bo'lganmi? Siz buni yaxshi bilasiz. Albatta Xitoy hokimiyati o'tmishda bunday buzg'unchilik, to'sqinliklarni qilishga tirishgan, ammo muvaffaq bo'la olmagan. Bunun yaqqol bir misali, masalan 2017 yılı burunqi birinci demokratik Germaniya Cumhuriyeti'nin paytaxtı Weimar şəhərinin kişilik hukuk mükafatını İlham Efendim'e beriş karar qılğanda bir yerge narazılık bildirgen ve onların internet sayfasını buzub etken, çökertip etken ve qattiq itiraz bildirgen. Şundaqla yakında mesela 11. ayda Germaniya parlamentinde mesela elip verilgan bir moş faaliyetler neticesinde birinci bulup, tuncu qitim bulup Uygurlar meselesi, İlham To'xtayev meselesi umumi muzakir kılınğanda Xitoy hukumati yana bunu buzg'unchilik qilib, sizlar bizning ishlarimizga aralashtinglar degan töhmetni qilishga tirishdi. Masalan, şu
o'lib ketgan Liu Xiaobo'ga Nobel tinchlik mukofoti berilgandan keyinmi shu vaqtida Norvegiya hukumatiga qattiq bosim ishlatganligi, munosabatlarning xil darajada buzilganligi to'g'riliq xabarlarni biz anglaganmiz. Ammo bularning hammasida Xitoy hokimiyati mag'lub bo'ldi va bundan keyin mag'lub bo'ldi. Chunki bu oq degan oq, qora degan qora. Buni hammadan bilalaydi, buni ko'ralaydi. U ko'zini bo'yayman deb, o iliqi yasalma muxbirlarni apirib yoki yasalma yerlarni ko'rsatib, buni qilib bu dunyo 21-asrda bu haq oyga chiqib, yangi plan, inson yashaydigan yangi planetlarni keşif qilamiz degan davatgan bir davrda va shu har bir insonning dunyoda qayerga ketib borganligini, nima qilayotganligini bilayotgan bir texnologiyalik bir davrda buni ko'zdan yoshirish mumkinmi? Bu mumkin emas. Bu mumkin emas. O'tmishda bundaq buzg'unchiliklar bo'lgan. Masalan, eng kichik misollar, biz Germaniyada qurultoy ochamiz desak, berib xabaringiz bor, sizningki hammamizning xabari bor. German siyosatchilariga sizlar bularning qurultoyida bormanglar degandan keyin bu o'qigan angliq insonlar bir cho'ng bir Xitoy davlatining bu yerdagi konsuli kelib, bu yerdagi 100 Uyg'urning ochadigan bir yig'iniga bizni bormanglar degani ko'ra, bu yerda bir haqiqiy bir masala bor o'xshaydi deb Uyg'urlarning taqdiri masalasini va Xitoyning asonliq millatlarga o'zining purolar qilayotgan muomalasini texmi tekshirib, ularning haqiqatni o'rganishiga vasila bo'lgan. Bu yerda mening qisqacha aytganim, Xitoyning qanchalik buzg'unchilik qilaman deb tirishsin, mag'lubiyatga uchraydi va bu bizning haqli bo'lganligimizni texnik kelib o'tirib chiqaradi. Yana shundaqla mana yaqindagi bir masala. Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisimiz Dolkun Efendim'ni bir vaqtlarda Interpol'a verişti. Interpol arkadaş bunu demokratik devletlerde, Şveysariyada, İtalya'da qo'lga ilishga tirishdi. Shundoq. Qistidi. Birlashgan Davlat Tashkilotining yig'inlariga qatnashtirmaslikka tirishdi. Oxirida o'zi mag'lub bo'ldi. Bu orqali bizning da'vomiz texim tonildi. Texim ko'p atrofning demokratik davlatlarning yestasını qo'lga keltirdik. Hatta oxirida o'zining Interpolga rais qilgan odamini apirib jimiqtirib etdi. Sababini bilmaymiz nima bo'lganligini. Demakki, mushu jarayonlar Xitoy hukumatining siyosatini o'zgartirish kerakligini, dunyo jamoatchiligi bilan o'yin o'ynamasligi kerakligini, haqiqatni ko'rish kerakligini isbotlab berdi. Ve Xitoy hukumati qachon o'zining xatoligidan qaytib, o'zi qo'l qo'ygan xalqaro kelishimlarga amal qilsa va fuqarolarga berilgan huquqlarni amalga oshirsa, bu o'zining manfaatiga bo'lganligini qisqa vaqt ichida anglab yetishini umid qilamiz. Rahmat Anvar aka, bergan atrofli ma'lumotingiz uchun. Siz degandek haqiqatan hozirgacha mana men chet elga chiqdim 26 yil bo'libdi. Hozir nurg'un qurultaylarni ochdik. Haqiqatan shundaq biz cho'ng bir qurultay ochgan yoki siyosiy munbarga hozirlangan vaqtida va yoki xalqaro o'yin bir qadamlarni boshlagan vaqtida hamda Mustaqil Xitoy hokimiyati butun ishlarni bilan diplomatiya jihatdan bo'lsin va yoki o'zining chet eldagi bu yerda olchilari, josuslar orqali bo'lsin, har xil shakllar bilan, har xil usullar bilan qo'ldan kelishicha buni buzg'unchilik qilishga, buni to'sashga urinib keldi va hozir texmi kuchaytdi buni. Texmi kuchaytdi. Hozirmi, ya'ni dunyo qurultiyi boshchiligidagi tashkilotlarimizga va asbolliq siyosiy faoliyatlarimizga hozirmi nihoyatda qattiq ichki tashqi ham diplomatiya jihatdan mayli BDT'da bo'lsin va yoki Yevropa parlamentida bo'lsin, bu har jihatdan to'sayotdi Xitoy. Yana bir jihatdan o'zining qo'lchimoqchilari orqali bu yolg'on ism bilan Facebook sahifasi ichib olgan, yolg'on ism bilan WhatsApp guruhlarini qurib olgan ba'zi o'zining insonlari orqali yana bu yerda Uyg'ur milliy harakatimizningki boshlamchilari va uning qo'lliq a'zolari qarta o'zininki hujumlarini hozirgacha davomlashtirib kelyapti. Ammo bu yerda xalqimiz saga qilish kerak, hushyor bo'lish kerak. Bu yerda nihoyatda nima bilan sezgirlik bilan, hushyorlik bilan bu yerda Uyg'ur milliy harakati uchun jonpidalik ko'rsatayotgan siyosiy faoliyatchilarimizni
bu yerda qo'llash kerak, asırışı kerak va qo'g'dish kerak albatta. Anvar aka, baga atrofli ma'lumotingiz uchun sizga alohida rahmat aytaman. Inshaalloh yana biz bundan keyin siz bilan yana pat-pat suhbatlashib turamiz inshaalloh. Rahmat sizga tekrar. Sizning başta qo'ygan bir savolingizga men javob berolmadim. Boshqa bir 2 minutlik bo'ladi. Başta bir savol qo'ydingiz. Dediniz, bizning nima qilishimiz kerak? İlham Efendimning bu mukofotni elishi uchun, davomizning dunyoda tonilishi uchun bizning yana nima qilishimiz kerak deb savol qo'ydingiz. Men buning javob beraman, boshqa o'tib ketib qoldim. Xo'sh. Bu yerda 2 muhim masalani qisqacha eskartib qo'ymoqchiman. Xo'sh. Birincisi, İlham Efendimning har qanday mukofotga nomzod ko'rsatilishi Uyg'ur xalqining huquqlarining dunyoda tonilishi, qabul qilinishining bir isboti. Shunday. Ve onun aldığın her qanday mukofoti Uyg'ur xalqining aldığın mukofoti ve Uyg'ur xalqining kelajakdagi taqdiri bilan yaqindan chambarchas bog'liq. Shunday. Endi bizning nima qilishimiz kerak degan vaqt savolga kelgan vaqtimizda qisqacha albatta boshqa davlatlar ve insanlar bizga histoshlik bildirdi, bizning haqliq bo'lganligimizni qabul qiladi ve bağın siri bu sepimiz küçüydü. Ama yana en ahırda bu küreşte, erkinlik kuruşumuzda muhim rolünü oynaydıgan biz özümüz. Demek 21. asır ilim dünyası, bilim dünyası biz nihayet hoşyarlık bilen hareket kılışımız gerek, bilim egelleşimiz gerek, ilim egelleşimiz gerek ve bilim bilen biz daim bursa bu haqliq görüşümüzde utup çıkıdığanlıqıga şahsen benim işençim kamil. Şunun için bütün qarindaşlarımni, bütün yurttaşlarımızı akıllık buluşqa, ilim bilim ügünüşke ve özümüzni dünyaya moşundaq ilimlik, bilimlik, medeni, tinçlikperver, terakkiyatperver, insanperver insanlar çıkıdığı kabul kıldırış ve tonutuşqa kolumuzdan gelişçe tirişişimiz gerek demekçi ben rahmet sizge. Rahmat Anvar Zinka, tekrar sizga rahmat. Bu vaqtingiz xayrli olsun. İnşallah biz bundan keyingi suhbatlarimizda yana sizdan yani pat ko'rishib turamiz, suhbatlashib turamiz. Rahmat, tekrar rahmat sizga. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, sizlar ko'rayotganlar Dunyo guruhi tarafidan tasdiqlangan To'rt televiziyasining bugungi taqdirdan suhbat programmasi. Bugün bu suhbat programmamizni biz İlham To'xta efendimga bag'ishladik, chunki mushu 28 yanvar kuni Xalqaro vakolatsiz millatlar tashkiloti, Dunyo guruhi, Norvegiya Uyg'ur komiteti qatorliq 3 tashkilot İlham To'xta efendimni Rafto kishilik huquq mukofotiga nomzod qilib ko'rsatgan. Undan bir kun keyin 29 yanvar kuni 13 nafar Amerika'nın Avam Palata ve Kengash Palata a'zosi, 13 nafar Avam Palata Kengash Palata a'zosi Nobel Tinchlik mukofoti komissiyasiga imzolab maktub yo'llab, İlham To'xta efendimni Nobel Tinchlik mukofotiga rasmiy nomzod qilib ko'rsatgan edi. Bu munosabat bilan biz İlham To'xtani qo'llash guruhininki, ya'ni İlham To'xta inisiativ guruhininki qurg'uvchisi va raisi bizning peshqadam siyosiy faoliyatlarimizdan Anvarjon efendim bilan suhbat apadik. Az qanday shuni bilan bugungi programmamizni mishada oxirlashtirmoqchimiz. Kelar qatimli programmamizni ko'rishgacha omon bo'ling, xayr xo'sh.